21-masala. Agar DNK tarkibida 10% adenin nukleotidlari bo'lsa, qolgan nukleotidlarning foizini aniqlang. DNK zanjiri ikkita zanjirdan iborat va unda nukleotidlar adeninga timin, guaninga sitozin komplementari joylashadi. Adenin 10% bo'ladigan bo'lsa, timin ham 10%. Sababi adenin soni nechta yoki foizi nechta bo'lsa, timinlar ham xuddi shunaqa bo'ladi. Komplementarlik qoidasiga asosan DNK jami nukleotidlar 100% joylashadi. DNKda 10% adeninga 10% timinni qo'shsak, jami 20% kelib chiqadi. Jami DNK 100% dan 20% ayirib tashlaydigan bo'lsak, 80% guanin va sitozinlarga qoladi. Bu 80% da 2 ga bo'lib olsak, 40% dan to'g'ri keladi. Sitozin 40%, guanin 40%. To'g'ri javob timin 10, adenin 10, guanin 40, sitozin 40. A javob.